bizi ummatimizga juda ko'p shirk amallari kirib ketgandir. Alloh subhanahu va taoloning oyatini mo'jizligi yana bir bor bilinadiki, va ma yu'minu aktsaruhum billahi illa va hum mushrikun. Shirk haqida bu amaliy shirk desangiz, odamlar biz iymon keltirgan, bizni mushrik deysanmi deyshadi. Alloh aytayaptiki, odamlarning ko'pi iymon keltirmaydi, magar iymon keltirdik deyshadi-yu, mushrik holatda iymon keltirdik deyshadi deyapti. Bu Allohning so'zi birodarlar. Mana iymon keltirdik degan odamlarning ichida ko'pchiligi mushrik ekanligini Alloh Qur'onda bayon qilyapti mana. Mana bu narsadan biz nihoyatda ehtiyot bo'lmoqligimiz kerak. Chunki Allohning huzuriga agar bir kishi iymon bilan, tavhid bilan borsa, xatolari ko'p bo'lsa ham Alloh subhanahu va taolo kechiradi. Xohlasa kechiradi. Xohlasa ma'lum gunohiga yarasha azoblanib jannatga daxil bo'ladi. Ammo shirk bilan dunyodan ketsa, har qancha kechasi turib ibodat qilgan bo'lsin, kunduzi nafl ro'zalar tutgan bo'lsin, Alloh subhanahu va taolo uning amalini qabul qilmaydi va uning joyi jahannamdir. Bu hech qanday bir olimning so'zi emas. Alloh subhanahu va taoloning azaliy kitobidagi so'zdir. Innahu man yushrik billahi faqad harramallohu alayhil jannata va ma'wahun nar. Mana shu oyat bizga dalolat qiladi. Alloh subhanahu va taolo hammamizni ham shirk marazidan saqlasin.